narxni ko'tarish ko'p mijoz topishdan ko'ra 10 barobar osonroq. Hozir tushuntiraman. Narxni ko'tarish oson. Ko'p ustalarni bilaman, narx ko'tarishga qo'rqadi. Mijoz bo'lmay qoladi, ish topolmay qolaman deb qo'rqishadi. Men shu yerda bitta yaxshi yechim bermoqchiman. Narxingizni ko'tarish uchun o'sha siz qanaqa narxga chiqmoqchisiz? O'sha narxda ishlaydigan ustani bitta ishini borib ko'rishingiz kerak. Chunki ko'p usta o'zini ishini qiymatini bilmaydi. Misol, nech pullik ish qilyapti, qanaqa sifatda qilyapti? O'sha darajadagi ustani ishini bitta borib ko'rib, ana o'shandan keyin narxni ko'tarsa bo'ladi. Sifatli ish har doim qimmat turgan. Mana shu yechimdan foydalansa, o'sha darajaga chiqa oladi. Deylik, 100 minglik malaka bor, 150 minglik malaka bor. O'shalarda o'sha ishda ishlaydigan insonlarning ishini borib ko'rish kerak. Bu yoqda o'zini taqqoslab, o'sha ishini ko'rib, shunga qarab keyin narxini ko'tarib oladi.